Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan kvartiramiz Urganch shahrimizda Sharq bozorining orqa tarafida 2 qavatli binoni birinchi qavatida bir xonali kvartira bilan tanishib o'tamiz. Girish ishlariga yog'och ishlangan. Xonadonimizga yana girgandan kollektor joyi, oyoq tiylari pol, krasiydan chiqqan, devorlar polni oboy qilingan. Hurmatli vatandoshlar, sanuzel, oshxona bu yoqda asosiy xonasi, pirxoshga mestralar ham bor. Suv, svet, gazdan umuman problema yo'q, hurmatli vatandoshlar. Sanuzelimiz ko'rib turganingizdek bir oyoq tiylari kafel, devorlar bu yoqda krasiydan chiqqan, yana bu yoqimizni oboy qilib berganlar, ajoyib oboylardan. Ariston patologlar esa plastik qilingan gaz, svet, suvlar veb. Yan atrofida bog'cha, maktab bor. Transportdan umuman muammo yo'q. 4-9 marshutlari o'tib turibdi, hurmatli vatandoshlar. Bir yonidan 19 marshrutamiz o'tib turibdi. Jaloliddin Manguberdi taraf bilan chiqsangizlar. Oshxonamiz 2,5 metr. Bu yerda mebellar bor, mo'ykasi, gaz cho'chiklar, bu yerda esa gaz plitalar qo'yilgan. Patologlar ham oboy qilingan ekan. Hurmatli vatandoshlar, asosiy xonasini o'tsak, podyezdlar ham akkuratni ekan. Domimizni remontdan chiqib turibdi. Birimiz 3.10, 5.60 razmerida tushgan asosiy xonasi. Devor polni oboy, jalyuzlar osilgan. Hurmatli vatandoshlar, ajoyib xonadon. Kelib to'g'ri yashashingiz mumkin. Orientini yana bir eslatib o'tamiz. Sharq bozorining orqa tarafida 2 qavatli binoni, birinchi qavatida bir xonali kvartira. Narxi 220 million so'm aytilib turibdi. Ustida galashadigan yeri bor, dokumentdan problemasi yo'q. Yan atrofida bog'cha bor, maktab bor, bozorchalar, transportlar o'tib turibdi. 4-9-19 marshutlari. Hamma o'ngli zo'r mesada. Bansalar ham yo'q. Temir yo'l bansasi 28-sonli maktab bor, hurmatli vatandoshlar. Jaloliddin Manguberdi haykali, eski haykal ham yaqin. Zo'r mesta polajensiyasidan gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hurmatli vatandoshlar, azizlar, kanalimizda yangilar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlarga qo'ldan kelgancha arzon, ajoyib, sifatli xonadonlarni taqdim qilib boramiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarda ko'rishguncha xayrlab qolamiz azizlar.